İnsonni kamsitishda qangi og'ir jinoyat yo'qda. Hozirgi eng dolzarb savolni berdingiz. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim manfaatli bo'lsin shu. Ustoz, assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Alloh rozi bo'lsin. Men shunchalik niyatlarimga yetkazganingiz. Ustoz, hozirgi paytda nimaga insonlar pulni hurmat qilishyapti? Insonlarda bas. Savolda eng zo'rini berdingiz. Alloh rozi bo'lsin. Hozirgina suhbatimizda eshitgan bo'lsangiz, inson qadri haqida gapirdik. Endi bu kamoli tushunmovchilikdan, Xudoni tanimaslikdan, Xudoni tanimagan inson Xudo ulug'laganni ham tanimaydi. Masalan, u nima desangiz, Xudoni tanigan inson, Xudo Qur'onda insonni ulug'ladi. Bu degani o'z yer yuzida insondan ulug' narsa yo'q-da. Insondan qadrli narsa yo'q. Mana siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, men kim bo'lishimdan qat'iy nazar, odam bolasimi bo'ldi. U inson hurmatga loyiq bo'lishi kerak. Endi shuni anglash uchun inson Xudoni tanish kerak-da. Men siz bilan birinchi marta ko'rishyapman, ochig'ini aytsam. Siz ham men bilan birinchi marta ko'rishyapsiz. Endi ko'rgandirsiz, men ham sizdan ko'rgandirman. Lekin mana hozir ko'rishyapmiz, azaldan qadrdonlik muomala qilyapmiz. Nimaga? O'sha inson bolasini Xudo qadrladim degan narsani biz anglaymiz. Buni tushunamizda. Siz kanalingiz bormi alohida? Shunga qo'ysiz, biz shuni ko'ruvchilarga aytamizda, unutmaylik bir narsani, yer yuzida nimaki bo'lsa, u farqi yo'q, u tillo, brilliant, mansab, endi nima bo'lsa ham insonni bitta sochini tolasi teng kelmaydi bu narsa. Alloh taolo insonni qadrlagandek boshqa narsani qadrlamagan. Nimaga? Bitta javob bo'ladi shunga. Butun dunyo va undagi narsa inson uchun yaratilgan. Xudo Qur'onda xalaqa lakum degan, butun borliqni sizlar uchun yaratganman deydi. Endi o'ylang, biz uchun yaratilgan narsalarni deb insonni kamsitishda qangi og'ir jinoyat yo'qda. Yomon narsa. O'zi bu savolingizga javob kamida 1,5 soat bo'lishi kerak. Nimaga siz bu chuqur hozirgi eng dolzarb savolni berdingiz? Alloh rozi bo'lsin. Ilohim manfaatli bo'lsin shu.